Akalar, mana soatimiz 8 dan 18 minut o'tdi. Biz adirli joyga chiqqanmiz. Nima uchun chiqqanmiz? 1,5 tonnali murayimizni test drive bilan chiqqanmiz. Hozir tepalikka tortadimi, tortmaydimi, nima deysizlar? Hozir sizlar bilan umumiy tekshiramiz akalar. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Murayimizda podъемный скорость bor, ya'ni пониженligi bor, qaranglar. Tepaga ko'tarib qo'ysanglar, bir xil tezlikda olib ketadi. Qolganini video davomida ko'rsanglar bo'ladi. Oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman akalar. Ketdik. Atlarni ko'rsanglar, уже tepalikka ko'tarilishni boshladik. Aka, bu yoqqa chiqa olamizmi? O, qorong'iligini qarang. Xohlasa murayimiz karavanda qilmaydi. O'zi mana qo'rqinchli joylarga chiqishni boshladik. Bu aytlar o'ta xavfli joylarga mana. Bu jar bor ekan mana yonimizda. Jar bor, Anvarxonning uyi bor bu yerda. Eson-omon chiqib olaylik-da. Hozir chuqurlikdan ko'tarilamizmi? Chuqurlikdan ko'tarilib ketamiz hozir. Tepaliklar, o'zi mana domlar boshladi. U yonboshlar o'ntarlik ketadi hozir. O'zi mana yonboshlar boshladi. Mana mayatda Arzarxon uyi bor. Ha, tepalikka ko'tarilishni boshladik. Bu yo'llarda Bu tepalik o'zi mana qorong'ida vid bermayapti-da lekin. Yo'lga qaytaveraylik. Gap yo'g'i ham chiqadi. Telefon qanaqa ko'rsatib qo'yapti bilmadim-ku, lekin haqiqiy hayotda ko'rsatadi. Narimani ko'rsatadi. Oy! Allah valla. Ketdim yo'g'i. Muraveyda qabristoni shu tarafdamidi? Muraveyni qabristoni bu yerda mana. Shu yerda. Voy. Mana Muraveyni qabristoni. Mana. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Qanchalik pastdan chiqqanimiz akalar. Shuncha mehnatga bitta like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa, keyingi videolarda hech kim qilmagan crash testlarni qilamiz. Обязательно obuna bo'lib qo'yinglar.